Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan navbatdagi WordPressning 5-darsligini ko'rib chiqamiz. Ushbu darsligimizda biz temalar bilan tanishib chiqamiz. O'tgan darsligimizni eslab o'tamiz. O'tgan darsligimizda biz sizlar bilan pluginlar bo'limidagi, ya'ni page builderlar, ya'ni Elementor plugini va Classic Editor pluginini ko'rib chiqqan edik. Xo'p, bugungi darsligimizda sizlar bilan temalar bo'limi, ya'ni WordPressning o'zini va razraботчиlar tomonidan ishlab chiqilgan temalar bilan tanishib chiqamiz. Tema o'zi nima? Tema bu. Mana bu yerda ThemeForest saytiga kiradigan bo'lsak, ThemeForest saytiga kiradigan bo'lsak, bu marketplace, ya'ni temalarning bozori desak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda nafaqat tema, 3D fayllar, rasmlar, grafikalar, video kontentlar, kodlar to'plami, template'larni topishimiz mumkin. Bu yerda kiradigan bo'lsak, mana WordPress temalar ichida ko'rishimiz mumkin bo'lgan bir nechta, ya'ni populyar, ya'ni mashhur temalar yoki bo'lmasam mashhur pluginlarni ham ko'rishimiz mumkin. Template'lar hammasi shu yerda jamlangan. Bu temalar albatta pulli hisoblanadi. Bu temalarni ham o'sha yetarli malakaga ega bo'lgan dasturchilar tomonidan ishlab chiqilgan tema hisoblanadi. Siz bilan biz hozirgi paytda bunday temalardan foydalanmaymiz. Siz bilan biz Pamalchani, ya'ni bepul WordPressning o'zi ishlab chiqarilgan temalardan foydalangan holatda biz saytni ishlab chiqamiz. Bu temalarni o'sha aytib o'tganimdek malakali razraботчиlar ishlab chiqqan. Siz ham shunday temalar yaratishingiz mumkin, lekin buning uchun yetarlicha bilim, ya'ni eng asosiysi PHP dasturlash tili kerak bo'ladi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Chap tarafimizda e'tibor beradigan bo'lsak, bitta WP-Zoom Forms, ya'ni Inspiro'lar o'rnatib olingan. Bunga ahamiyat bermaymiz. Ya'ni внешний вид temani ichida hozir tushuntirib o'tib ketaman nimaga bundayligini. E'tibor beradigan bo'lsak, vid ichiga kiradigan bo'lsak, ya'ni temalar ichida bizda odatda mana bu tema o'rnagan holatda turadi. Ya'ni bu 2024, ya'ni WordPressning Pamalchani holatdagi temasi hisoblanadi. Men esa vaqtni olmaslik uchun tema o'rnatdim. Bu tema bepul tema. Mana bu yerda добавить temani bosganimizda WordPressni o'z tomonidan ishlab chiqarilgan temalarni ko'rishimiz mumkin. Bular mutlaqo bepul. Bularni bemalol o'zimizga ustanovka qilib ishlatishimiz mumkin. Bu yerda ham biz topishimiz mumkin. Ya'ni internet magazin deymizmi yoki bo'lmasa blog uchun deymizmi yoki yangiliklar uchun deymizmi, har qanday ya'ni sayt uchun mos keladigan temalar mavjud. Men hozirda bu yerda ya'ni Inspiro temasini o'rnatdim. Buni sizlar ham bu yerga poisk berib toptirib shuni o'rnatishingiz mumkin yoki xohlasangiz boshqa temani ham o'rnatishingiz mumkin. Buni o'rnatish unaqa talab qilmaydi, ya'ni ko'p vaqt olmaydi va qanaqadir bilim talab qilmaydi. Oddiygina ustanovka bo'limini bosib, aktivate bo'limini bosasiz va install demo versiyasini qilsangiz, demo versiyasini kelib chiqadi, ya'ni o'ziga tortib oladi. Xo'p, dastlab WordPress o'rnatgan holatimizda ko'rgan edik, bizda hech narsa yo'q edi. Media fayllarda ham, hattoki rasmlar ham yo'q edi. Endi bizda o'sha temani tortib olganimizdan keyin temadagi bor ma'lumotlarni o'zimizga saqlab oladi. Bu nima degani? Bu degani mana zapislar bo'limiga kiradigan bo'lsak, bizda ya'ni temadagi bor yangiliklar deymizmi, rasmlar deymizmi, hammasini mana ko'radigan bo'lsak, mana shu holatdagi, mana xuddi shu holatdagi mana bu rasm deymizmi, video deymizmi, mana video, tekstlar, yangiliklar, klient hammasini mana shu teamni hammasini o'ziga tortib oladi. Xuddi shu temani biz o'zimizga hozir o'rnatganmiz. Buni siz bilan ko'rib chiqamiz. Buni siz ham o'zingiz o'sha o'rnatib ko'rib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda media fayl bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana ya'ni bizdagi o'sha temadagi rasmlarni o'ziga tortib saqlab olgan, ya'ni ishlatish uchun. Sahifalarga kiradigan bo'lsak, mana bir nechta sahifalarni o'ziga tortib olgan. Hop, home page bu, ya'ni o'zining главный page va servis xizmatlar bo'limi, about qora, ya'ni aytmoqchi aytganimdek oldin bitta temani ichida bir nechta demo versiyasi bo'lishi mumkin. Oq, qora, har xil ranglarda. Bu esa o'sha about sahifasini 3 ta, ya'ni qora, oq ko'rinishdagi holatlar. Bu esa video bo'lim, bu esa xizmatlar, portfolio va kontakt bo'limlari ham yetarlicha. Kommentariya bo'limi bor. Portfolio bu nima degani? Portfolio
Ya'ni qaysidir bir xizmat ko'rsatuvchi shoxobcha bo'ladigan bo'lsa, o'sha xizmat ko'rsatishdagi, ya'ni xizmat ko'rsatgan qaysidir bir kompaniyalarga yoki bo'lmasam o'zining xizmatini ishlab chiqargan tomondagi mana shu ishni men qildim degan maqsaddagi bir ishlari desak ham bo'ladi. Xo'p, forma. Bu forma nima degani? Ya'ni aytaylik, misol uchun bizda bu haqida yana keyinchalik ma'lumotga ega bo'lamiz. Hozir ko'rib chiqamiz saytning oldiga o'tib. Forma bu, ya'ni klientning ma'lumotlarini, ya'ni yuzga kirgandan keyin ma'lumotlarni to'ldirib sizga yuboradigan chasta hisoblanadi. Buni yana biz keyinchalik siz bilan ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda team rasmlari kelmaganligi uchun hozir bizda ko'rinmaydi. Mana bu yerda biz ko'rib turishimiz mumkin. Yangiliklar bo'limi. Buni men o'zim qo'shdim. Test bir holatda. Bu ham ko'rinib turibdi. Endi tepada e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda bizda hozir ko'rib o'tgan stranitsamizlar, aboutlar, stranitsalar menu shaklida ko'ringan holatda turibdi. Kontakt bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bu hozir aytib o'tgan forma bo'limi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda klient kirib, ismini, pochtasini va nima maqsadda kirganligini, xabarlarni yozib yuborishi mumkin. Bu yuborgan pochtalari xabarlar bo'limiga kelib qo'shiladi. Buni ham sizlar bilan biz batafsil keyinchalik tanishib o'tib ketamiz. Biz hozircha tema nimadaligini, bugungi darsimiz tema nimadan ekanligini bilish, o'rganish shuni o'zi bugungi darsimizga yetarli bo'ladi va keyingi darslarimizda har biri bilan alohida tanishib o'tib ketamiz. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, Elementor, bu Elementor ya'ni pluginimiz va pluginlar bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana o'zi Ocean Extra buniki emas. Video pop-up block by WPZoom. WPZoom Forms, WPZoom Portfolio. Bu portfolio mana bu o'zida mana bu portfolioniki. Zoom bo'lsa, ya'ni formaniki. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, har bitta temani o'rnatganimizda temada o'zini customli pluginlari bo'ladi. Ya'ni tema uchun yaratilgan pluginlar bo'ladi. Ya'ni temani qo'llab-quvvatlash uchun kerak bo'ladigan kodlar to'plami bo'ladi. Shuni biz plugin deganligimiz uchun bular o'ziga pluginlarni jamlab oladi va kerakli pluginlarni o'zi avtomatik o'rnatadi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, Classic Editor va Elementor plugin turibdi. Buni biz oldindan o'rnatganligimiz uchun bular umumiy har bitta temalarga ham tushib ketadi. Ya'ni tushib ketishini ham biz qayerdan bilamiz? Agar mana shu temani o'rnatganimizdan keyin qanaqadir bir pluginni o'zimiz uchun o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsak, o'zimiz o'rnatayotgan holatimizda mana bu yerda aytadi. Seni mana совместим с вашей версией WordPress. Ya'ni seni WordPress temangga mana shu plugin mos keladi. Ya'ni shuni kodlari bilan konflikt chiqmaydi, bemalol ishlata olasan degan narsani beradi. Agar konflikt, ya'ni bo'lmasam bir-biri bilan chiqishmaydigan bo'lsa kodlar, mana bu yerda aytadi. Seni versiyangda, ya'ni WordPress versiyangda bu testirovka qilinmagan yoki bo'lmasam seni temangga bu tushmaydi degan narsani berib o'tib ketadi. Bu holatda esa versiya, ya'ni WordPressning versiyasiga tushishini aytyapti hozirda. Endi biz saytga o'tadigan bo'lsak, sayt ushbu holatda turibdi. Endi saytda biz qanday qilib o'zgartirishimiz mumkin, aytaylik. O'zgartirishimiz uchun nastroyka bo'limiga kiramiz, tanishib chiqamiz qisqachagina qilib. Xo'p, mana svойства sayt deyapti. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, Inspiron'ni premium versiyasini ham sotib olish mumkin deyapti. Premium versiyasi pulli bo'lganligi uchun tavsiya etilmaydi. Xohlasangiz pulni to'lab buni ham olib ishlatishingiz mumkin. Endi qisqacha tanishib o'tib ketamiz. Ya'ni bizni bugungi mavzuimiz temalar bilan ishlash bo'lganligi uchun ichiga unchalik kirmaymiz. Keyingi darsligimizda batafsil nima qilish kerakligini ko'rib chiqib ketamiz. Xo'p, ushbu darsligimizda ko'radigan bo'lsak, mana temani o'zini svойства saytni holati, sayt nomi va kratka описаниесini ko'rishimiz mumkin. Выберите значок sayti deyapti. Ya'ni mana bu yerda turgan favvikonimizni shu yerdan yangilasak bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'limizda настройка, ya'ni bu yerda aytayaptiki, главный pejingizga ya'ni главный sahifangizga qaysi sahifani главный qilasiz. Mana bu yerni tanlab qo'ysak bo'ladi. Home page. Blogga bo'lsa, blognikini o'zi promotsion holatda turibdi. Endi bu temani media fayldagi bo'limlari, misol uchun videoni qayerdan olyapti, rasmni qayerdan olyapti, shu holatlar. Tipografiyasini bilamiz, ya'ni necha razmerda shrift bo'lsin, qaysi fontdan foydalaniladi, logotipimiz qanaqa bo'lsin degandagi holatlar. Keyingisi rangi temniy bo'lsinmi yoki svetli bo'lsinmi, ya'ni qanaqalarda bo'lsin, ranglarda bo'lsin ham. Buni ham o'zimiz promotchani bersak bo'ladi. Va temani holatlari, blokning holatlari, shapka degani bu, ya'ni header qismi hisoblanadi, ya'ni tepadagi ko'rinish. Mana aytaylik, mana bu holatda bo'lsinmi, tepani ahamiyat bersangiz, tepa o'zgaradi hozir. Mana o'zgardi. Mana bu holatda bo'lsa, bu chap tomonga o'tadi menyumiz. Mana xuddi shu holatda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Endi
Xo'p, menyu bo'limiga kiradigan bo'lsak, bizdagi hozir tepadagi menyular bo'limi. Ya'ni bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bunday holatda menyularimiz turibdi. Biz o'zimiz bu yerga o'zimiz xohlagan holatda boshqa menyuni ham qo'yishimiz mumkin. Aytaylik, bu yerga ssilka qo'yiladi, ya'ni qaysidir saytga bermoqchi bo'lgan ssilkangiz yoki bo'lmasam o'zi sahifani silkamiz. Misol uchun bu yerga kun.uz deb beradigan bo'lsak, mana kun.uz deb qo'shadigan bo'lsak, menyuga qo'shadigan bo'lsak, mana bu yerda kun.uz mana bu yerda qo'shilib qoldi va bossak kun.uzga o'tib ketadi. Endi bizda sahifa bo'ladigan bo'lsa, stransiya bo'limidan misol uchun biz qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda hamma stransiyali bo'lganligi uchun men kontakt bo'limini qo'shib ko'raman. Qo'shadigan bo'lsak, kontakt ikkita bo'lib qoldi. Mana bu yerda ham ikkita ko'rinib qoldi. Xuddi shu tarzda anaqa menyularni to'g'irlashimiz mumkin bo'ladi. Widget nima degani? Widgetlar bu ya'ni podval qismi. Ya'ni podval qismi nima degani? Bu footer qismi. Ya'ni footer qismida mana bu holatdagi ko'rinishimiz mana bosadigan bo'lsak, bu yerda aytayaptiki, widgetlardan foydalanasanmi deyapti. Mana bu yerda about us haqida bo'limimiz va bu darsning bu tekstimiz. Buni ham o'chirib o'zimiz boshqa qo'ysak bo'ladi. Endi keyingi bo'limimizga o'tadigan bo'lsak, yana podval bo'limi, hozir ko'rgan bo'limimiz va eng pastdagi bo'lim, ya'ni copyright bo'limi mana bu yerda. 2025 ushbu holatdagi bo'limi ko'rinib turibdi. Дополнительный stil nima degani? Doполнительный stilni ko'rgan bo'lsangiz, ushbu tema o'zining stillarini, ya'ni qo'shimcha CSS fayllarni, qo'shimcha CSS kodlarini mana bu yerga yozsak bo'ladi. Mana bu yerda o'zi yozilgani ekan. Bu temalar, eslatib o'taman, oddiy temalar bo'lganligi sababli bu yerga 100% holatdagi ishlov berilmaganligi uchun CSSlar, ya'ni shu yerga ham yozilgan bo'lishi mumkin. O'zi asosan men bu yerga CSS yozishni tavsiya qilmagan bo'lar edim. Ya'ni CSS faylni yozishni kodlarni ichiga yozgan ma'qul deb hisoblayman. Xo'p, endi bu yerdan headerlarni ko'rdik, footerlarni ko'rdik. Endi stransiyani o'zini tahrirlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, stransiya bo'limiga o'tamiz. Xohlasak o'zimiz bitta stransiya ochib ko'ramiz, xohlasak mana shu holatda o'zimiz stransiyani to'g'irlashimiz mumkin. Bu yerda kod bo'limi, bu yerda vizualniy holatdagisi. Aytaylik, bu tekst turibdi bu yerda. Bu yerda qaysi tomonda chiqib ketib qoldik. Mana bu yerda tekstlar turibdi, rasmlar turibdi. Buni ham o'zimiz xohlasak, ya'ni shu yerda oddiy editor yordamida qilsak bo'ladi. Xohlasak redaksировать elementlarni bosgan holatda mana bu holatda ham ustiga bir marta bosib rasmlarni, tekstlarni bu yerdan o'zgartirsak ham bo'ladi, u yerdan o'zgartirsak ham bo'ladi. Yoki bu yerdan qo'shsak ham bo'ladi. Xuddi shu holatda ishlashimiz mumkin. Endi xo'p, sizlar bilan yana tema mavzusida ko'rib chiqmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan. Mana hammasi bu yerda ishlayapti hozir. Bu oddiy tema bo'lganligi uchun oddiy temani o'rnatib, tema qanday ishlashini ko'rib chiqdik. Ushbu darsligimizda tema nima haqidaligini bilib o'tib ketdik va keyingi darsligimizda biz o'zimiz temadan foydalangan holatda yoki temadan foydalanmagan holatda ham o'zimiz uchun bitta portfolio saytini yaratib o'tib ketamiz. Ushbu darslikda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Sizlarga qo'ldan kelgancha yordam berib, tushuntirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.